Metroda ham jim yuramayman-da, metroda. Bitta og'ayimiz bor, 10 yildan beri o'sha metrosini haydaydi. Men aytdim, berib tur, eshik ochilib yopilganda ajoyib e'lon yozib beraman deb, mamlaqa e'lon yozib berdim metroning eshigi ochilganda. Ehtiyot bo'ling, eshiklar yopiladi. Keyingi stansiya Alisher Navoiy. Raqsida O'zbekiston xalq artisti Ma'mura Ergasheva dedim. Bitta o'ris xotin перевод qildi, dedi, "По-моему, переход на другую линию" deydi. Bitta qo'shnimiz bor, shaqasi baka degan. Voy, tavba qildim. Kunora kiradi deb bizlar uyga kirib Boltvoy xotiningiz doktor bitta ukol qilib qo'ysin. Nuqul ukol qiladi xotinim. Pulini bermaydi. Shprits pulini ham bermaydi. Dorini pulini ham bermaydi-de. Hech bermaydi. Bir kun kirib qoldim. Boltvoy yo'talyapman, biron bir dori bering dedim. Aytdim, dori yo'q ekan, ukol bor ekan. Bo'ladimi desam, bo'ladi ukol qilib qo'ying dedi. U bilmaydi-ku xotinim roddomda ishlaydiganini. Yo'tal dori qilib qo'ydim, tavba qildim. Sinistrol degan dori bor ekan. Je u zo'r ekan, u vizvayish degan dori ekan. Dediki, yo'tal qoldi, kuchani yuribman, Boltvoy dedi, qarang. Zo'r de, hozir mana bundaqa bo'lish